so'zlardan so'ng yana O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi temir yo'l qatnovi yo'lga tushgani munosabati bilan hozir biz ommaviy axborot vositalari va ko'plab boshqa vazirliklar O'zbekistonga safar qilmoqdamiz. Shu munosabat bilan hozir keling men sizlarga bu yerda borayotgan yo'lovchilarni fikrlarini va bu yerda qanday shart-sharoitlar bo'lmoqda shular bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman va keyingi videolarimizda boshqa mavzularda ham to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xizmat ko'rsatishlar oliy darajada. Prezidentlarimizga rahmat. Shunday yaxshi do'stlik yana kuchaysin. Poyezdlar yangi, yaxshi. Poyezdlar bor edi, Andijon, Dushanbe bor edi, Toshkent, Dushanbe bor edi, Toshkent Pochtoviy bor, Toshkent Skoriy bor edi. Shunaqa poyezdlar bor edi, bizlar yurardik. Bizlar bor, qarindoshlarimiz Samarqandda bor, Toshkentda bor, bizlar borib kelardik faqat. Hamma ma'lum sizlarga ma'lum siyosiy voqealardan keyin temir yo'llar uzilib 92-yil qancha xalq azob tortdi, qancha mashaqqatlar bo'lgan. Mana qancha vaqt poyezdlar yana yurmadi. Shunda ham mana qancha samolyot ham uchmadi. Mana endi bunda tashabbus ko'rsatib prezidentlar poyezdni mana barqaror qilishdi. Hozir sizlar yana kelgusi reyslarga Toshkentga safar qilmoqchi yoki bo'lmasa O'zbekiston boshqa shaharlarga safar qilmoqchi bo'lgan yo'lovchilarga bu narsalarni albatta biz allaqachon birinchi bilet olgan passajirlarmiz. Birinchi biletni biz olganmiz. Shu biletni olgan zahoti hammaga e'lon qilib chiqdik. Biz telefonda allaqachon gaplashib mana shunaqa vagonga o'tirganmiz. Aytdik. Shunaqa sharoitlari yaxshi. Bundan keyin ham kelganimizdan keyin hali safar uzoq, hali oxirigacha borib yetaylik. Nima gaplar bo'ladi keyin hammasini aytamiz albatta. Rahmat kattakon yo'llaring uchun. Safarlaring bexatar bo'lsin. Unda O'zbekiston Tojikistonimizga ko'z tegmasin. Do'stligimiz barqaror, hamma vaqt abadiy bo'lsin. Albatta. Sog' bo'linglar.